Assalomu alaykum Xalq dardi kanalini kuzatuvchilari. Hammaga xayrli kun. Hammani like bosgan, qo'llaring dard ko'rmasin ilohim. Shu paytgacha ehson qilganlar kattakon rahmat. Mana ba'zi birovlar aytibdi. Kecha kommentariyani o'qidik. 5 kunda 86 ta g'ish terildi debdi. Bu 5 kun ishlangani yo'q bu yoqqa. Hali yetarli mablag'imiz ham yig'ilgani yo'q. Mana bu yoqqa o'zi darvozani bugun gaplashib keldim. 2 million so'm deyilyapti. Bu kelib opsha ishlangan kunni hisobini bir nima qilsak, o'zi bir kun ishlandida deyarli. O'zimizning vaqtimiz ham yetmay qolyapti. Ham bu video boshida aytganman. Oldingi videolarda ko'rishlaringiz mumkin. Ustani pulini ekonom qilish uchun bir o'zim ishlayapman bu yerda. Bu 3000 dan terilayotgan narsani Meron kelgan payti shu yerda o'zim shu yoqqa yordam bo'lsin deb 1000 so'mdan terishga rozi bo'lganman. Hech qayerda bunday usta topib bo'lmaydi. Chunki biz ekonom qilib sal shu oilaga yordam bo'lsin deb harakat qilyapmiz. Videoni kuzatib boringlar, terish jarayonlari o'zi oxirlab qoldi. Mana 10-qator. 10-qatorga keldik. Nasib bo'lsa hozir bu yerda tugatib nariyoqqa o'tamiz. Xo'sh, azizlar, mana o'zi oxirlab qoldi ishlarimiz ham. Bu taraf 10 qator qilayotgan bo'ldik. Oyog'im tayda mana shu holatimda 3 ta g'ish bor. 3 ta g'ishdan shuncha bo'yim ko'rinib turibdi. Gideta shu 45-50 santidan keyin shuncha ko'rinib turibman. Menimcha bo'ladi shu. Darvozamiz ham bo'layotgan bo'lsa shu 2 metr bo'ladi. Shuning uchun darvozadan baland ham bo'lib ketmasin deyman. Sal mablag'ni tejamasak hozir nima bo'lib turibdi. Endi kommentariyada o'tirib olib yozish oson. To'g'ri, 5 kun bo'ldimi, 6 kun bo'ldimi video qilayotganimizga o'sha kerakli mablag' yig'ilmagani uchun video qilyapmiz. Bitta videoda agar kerakli mablag' yig'ilganda edi, biz o'sha dovni birdan to'xtatgan bo'laydik. Birdan 2-3 ta odamni olib kelib bir kunda yasab ketgan bo'laydik buni. Sal kommentariy yozguncha ham o'ylab yozish kerak-da odam. Endi sizlardan xafa bo'lishga ham haqqim yo'q, chunki sizlar bosizlar bizning kanalimiz ko'tarilyapti. Sizlarni shu qo'llab-quvvatlashlaring orqasidan biz ham sal kanalimizni ko'tarib, el haqqa yordam berib, sizlar bo'lmasanglar biz ham hech kim. Shuning uchun sizlardan xafa bo'lmayman. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni xohlagancha yozib qoldirishlaringiz mumkin. To'g'ri, odam ham endi o'zini ichidagini yozgan, lekin sal buyog'ini hisob-kitobini olib ko'rmaganda, endi buni videodan keyin balkim sal hisob-kitobini olib ko'rarlar. Shu savob uchun shu nima deydi, shu 3 minglik narsani 1000 so'mdan mana menda ro'zg'orim bor, boshqam bor. Shu misol 5 kun, 6 kundan beri video qilamiz, boshqa qilamiz, 10 kundan ziyod vaqtimiz o'tib ketyapti shu yoqda. Lekin qilgan ishim bir 500 minglik ish bo'lgan yo'q-da. O'za 300-400 minglik ish qildim. Sababi shuni arzon gaplashib, bu yoqqa shu ustalar nima deydi, ekonom bo'lishini hisobini olib shunday qilyapmiz. Sekinroq tugashi mumkin. Hammasi azizlar taylab bergan pullaringizni bejoy yo'qotmay, befoyda yo'qotmay, hammasini joy-joyida to'g'rilaylik degan maqsadda biz ham harakat qilyapmiz. Shu azizlar, hozir yangani kartalarini tekshirdik. Kecha 282 ming so'm bo'lgan edi yangi kartalarda. Bugun tekshirdim, 425 ming bo'lgan ekan. Lekin hali yetmaydi. Lekin Sberbank kartada pul o'zgarish yo'q. Shu 6270 rubl bor ekan. Azizlar, shunday qilib o'zi yaqinlashib qoldi. Tugatib bu tarafga o'tamiz. Kuzatib boringlar. Yo'q. Olavering. Yurtiga qaytsinlar, baxtiyor bo'lib, uyini sog'ingan musofirlar, uyini
Ya bismillah. Tamam, koy. Arap yok. Cüngün çoğalsın. Xo'sh, azizlar, mana bu yerda ham tugatib oldik. Endi nariga qarab toshyapmiz g'ishlarni. Bu yerdan 54 ta g'ishimiz ortdi. Yoqqa hozir bir qatoriga nechta ketyapti Sodiq aka? 12,5 ta. Bu tarafga 12,5 ta g'ish ketyapti bir qatoriga. Bu taraf endi sal 11 qator qilsak, menimcha bo'ladi. 11 qator bilan 140 ta g'ish bo'lishi kerak ekan. Bitta yarim yetmay qolmasin deb listinsi bilan aytayapman. 140 ta bo'layotgan bo'lsa, hozir 85 ta g'ish zakaz berdik. Endi hozir g'ish kelsa, uni ham tushirib olamiz. Hozir bu yerda qolgan g'ishlarni toshyapmiz. Sodiq aka, charchamayapsizmi? Hozir bizani keng o'ylantirayotgan narsa mana shu darvoza bo'lib turibdi azizlar. Qo'llaringizdan kelsa darvozaga yordam qilaveringlar. Xo'sh azizlar, hozirgi aytganimdek darvozamiz sal muammo bo'lib turibdi. Shunga qo'llaringizdan kelsa iloji boricha darvoza birontada bo'lsa xabar beringlar. Hozir yangisini so'rayapman. Yangisi sal qimmatroq bo'lyapti. 2 million so'mdan o'tadi deyapti. Qarang, shu kvadrati 600 mingdan yasayman deyapti. Ha, mayli, ehson bo'ladigan bo'lsa, kvadratini yana ham arzon qilib beraman mayli deyapti. Endi usta haqimni qo'ymasam ham bunday qilib beraman, o'shanda ham bari 2 milliondan o'tadi deyapti. Shunga qo'llaringizdan kelgancha yordam qilib turinglar azizlar. Pastda kartalarni qoldiramiz. O'zi hademay tugaydi ishimiz ham. Dadam Ha, ko'rsat. Bu Sodiq aka nima tushiryapsiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Yaxshimisiz? Ha. Sodiq aka. Nima ekan u? Arpa? Echkilayapmi? Bu echkini semirtirsangiz yangi yilda so'yasizmi? Chaqirasizmi? Takan so'yasizmi? Go'shtdan maza qilaymizmi? Qarang, lekin yangi yilda chaqirmasangiz o'zim bostirib kelaman. Ha? Endi echkini arpa berib semirtirsangiz sotasiz, pul bo'ladi. Xolodilnik olishim kerak deyapsiz. Xolodilnik yo'q deyapsiz. Xolodilnik olasiz. Semirtirgandan keyin so'yasiz, sotasiz. Xolodilnik olasiz. Takan so'ramiz. Echki tug'adi. Echki tug'ami? Bitta qopti, shuni oling. Men buni olaman. Kechadan beri anshada kepkaz yotibdi, buni qarang-da. Boshalang yuribsiz lekin. Nima kiymaysiz kepkani? Qara dadang kepkasini turishini. Aytgancha sementimiz ham 5 ta xalta sementimiz bor. Hali bemalol yetadi sementimiz beg'laya. Yana bir xalta ortiq qolsa nima qilasiz? 1-2 xalta. Endi u tarafga
imkonimiz yetmay mablag' bo'lmasa, biz ketamiz. To'g'ri. Ha. Hech, pishaversan. U qolgan sement bir ikki xalta sement qolsa, sekingina yo'llaringizga bir stashka qilib olasizda, to'g'rimi? Nima u? Hech puldan beribdi arpani. Arpa 5000 ketgan. Bo'lyarda. O'zi to'laydi. O'zi to'g'ri. Harfa kitob yemaydi. Siz bug'doy olib qo'ymaysiz, ha? Olam kitob. Tavom cheydi, mana bu kitob. Taniydi. Ha. Bo'ladi Sodiq aka. Xo'sh, molotoklarni yig'ishtiring Sodiq aka, narsalarni yig'ishtirib qo'ying. Hozir g'isht keladi, g'ishtni tushirib olamiz. Qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar, qora ko'z bolasin dada deb yig'lar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Musofirlik yozilgan taqdirning ishi, hayot ming jumboqdir o'tmaydi tishi. Bag'riga bosgudek do'stu tanishin, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Adolat aytar chuntagi to'lib, hammaga sovg'a salomlar. G'ishlarimiz ham yetib keldi. 85 ta g'ish oldik. Abitdan keyin buni terib taylaymiz.